Bugun men sizlarga Jimari, Yunteng shunga o'xshash shtativlarni telefonga o'rnatishni ko'rsatib beraman. Ko'plar aytishi mumkin, bu narsa menga kerak emas, lekin juda ham ko'pchiliklar mana shu telefon uchun mo'ljallangan держатель yoki kletkalarni shtativga noto'g'ri o'rnatishadi. Bugun sizlar buni qanaqa to'g'ri o'rnatishni o'rganib olasizlar. Birinchi bo'lib Jimari shtativdan boshlaymiz. 2294. Bu o'rgatilgan modelimiz prosta probniy varianti, lekin siz boshqa modellarda ham tushirishingiz mumkin. Eng ko'p tarqalgan держательlardan bittasi oddiy prujninkali держатель. Va ko'pchiliklar mana shu plashatkasiga noto'g'ri o'rnatishadi. Ya'ni qanaqa desangiz, shunda mana shu pastki rezbasiga yoki bu chetdagi rezbasiga qo'yishadi-da, mana shuni shunchaki burashadi. Bu holatda nima bo'ladi? Ko'ryapsizlar, mana bu prujninkasi bor. Ana shu prujninka uzilib ketadi va bu prujninka uzilgandan keyin уже mana держатель ham yaxshi qotmaydigan bo'ladi va o'ynab turadi va aylanib ketadi. Bu noto'g'ri o'rnatish hisoblanadi. Siz to'g'ri o'rnatishingiz uchun qanaqa bo'ladi? Mana bu yerda free degan joy bor. Ya'ni mana buni tortasiz va plashatkani chiqarasiz. Plashatkani qo'yasiz, orqasida mana bu krючок bor. Mana shuni burasangiz, держатель qattiq qotadi, o'ynab qolmaydi va prujninka ham uzilib tushmaydi. Ko'ryapsizlar, qattiq qotyapti. Mana shunaqa Jimari shtativlariga to'g'ri o'rnatiladi. Endi masalan Yunteng держателini olsak, mana bu ham Yunteng держатели. Ko'plar Yunteng держателini mana qismga o'rnatadi. Bu noto'g'ri. Asosan o'z tagiga o'rnatiladi. Tak, mana oddiy держательlarda ham xuddi shunaqa mamutiga o'rnatishadi. Yo'q, siz tagiga o'rnatishingiz kerak. Yunteng shtativida ko'rsatib beraman. Bulida ham xuddi shunaqa, xohlasangiz mana 985 ga, VT8 ga o'rnating, farqi yo'q, любойga tushib ketaveradi. Agar Yunteng держательni bunda ba'zi bir modellarda ustida prujninkasi bo'lmaydi, lekin buni qotiradigan bo'lsangiz, qotirganingizda yo bu yoqqa qarab qoladi, yoki o'zingizga qarab qoladi. Sizga lekin to'g'riga qarash kerak bo'ladi. Bu holatda siz xuddi shunaqa mana bu yerda free degan joyi bor. Mana shuni burasizda, plashatkani chiqarib turib, o'zingizga kerakli bo'lgan joyga, masalan, bu yoqqa kerakmi? O'sha joyga orqa tomonidan krючок orqali, mana shu joy orqali bemalol qotirib o'rnatasiz va o'rnatganingizdan keyin apparatni plashatkani qo'yayotganda qo'ydingiz, ustidan bitta bossangiz yopiladi. Mana o'zimiz xohlagan joyiga endi держатель qarab turibdi va держатель o'ynab ketmayapti. Biz o'zimiz xohlagandek qotdi. Ko'plar ustidan shunchaki burab qo'yadi, bu noto'g'ri. Ustidan buraganingizda держатель yaxshi qotmaydi. Agar bu videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunga o'xshash texnik xarakteristikalarni boshqa texnikalarda ham tushuntirib boramiz. Agar siz qanaqadir texnikani ishlatishni bilmayotgan bo'lsangiz, kommentariyada o'sha ishlata olmayotgan texnikangizni yozing. Biz sizlarga o'shani detalli qanaqa to'g'ri foydalanishi tushuntirilgan videolarni qilib boramiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.